Bugun 24-dekabr haftaning chorshanba kuni soat 1:01. Ya'ni Xudo xolasa 1 soatdan keyin mollarimiz yetib keladi. Biz bir moshasini hech kim qilmagan ishda yor bozor yolib tushib ko'rmoqchimiz. Klientlarimiz yetarlicha qarab turishdi, lekin buni qilishdan maqsadimiz avazbek nima? Bozorga tushib qilishimizdan maqsadimiz Asosiy maqsadimiz bizni uzoq yaqindan ko'rayotgan vohadan obunachilarimiz, klientlarimiz bor. O'zi uchun balansini oladi. O'zimiz ham o'zimiz uchun balansimizni olamiz. Haligi narx-navosini narx solishtirib, navosini ertaga to'la bitta katta video qilib qo'yamiz. Bozorda narx qanaqa, bizda qanaqa, hammasini bemalol solishtirib olishinglar mumkin. chunki mana voha tomondan kelib yo'lida bitta fikr uyg'onadi. Chunki men ham shu qayerdir olmoqchi bo'lsam, borsammi, yoqmasamchi, qimmat bo'lsachi degan fikr uyg'onadi. Hammada ham insonmiz baribir bo'ladi. Chunki buni ishni qilishdan maqsad foyda. Shuning uchun bugun biz bozorga olib chiqadigan narsamiz bozor narx-navosi bilan solishtirib, biz bozordan, xalqdan, insonlardan qimmat arzon sotayotganimiz yaqqol ko'rgazma bo'ladi. Bemalol uzoq yaqindagilar ham shuni maqsad narx-navoni ko'rib, bizdan savdolashib, yo bo'lmasam o'sha 100, 700, 800 kilometrdan kelib baraka qilib olib ketishlari mumkin. Maqsadimiz ham shu aslida, ya'ni chunki hali bizni molxonamizga kirmasdan turib, ko'rmasdan turib, orqamizdan gap yurganlar bor. Misol uchun, narx qimmat, boshqa kelib ko'r oldin, bitta molni baho qil. To'g'rimi? Misol uchun ko'rib, haqiqatan ham qimmat bo'lsa qimmat degan. Endi asli bu gap so'zlarga e'tibor berib qarash niyatimiz yo'q. Yurib turgan poyezimizdan to'xtab kech qolishdan maqsad ham yo'q. Lekin qolgan odamlarga, yaxshi yomon odamlar bor, shu bizni kuzatib, uzoq yaqindan, musofirdan kuzatib turganlar bor. Narxini bitta fikri kela olmayotganlar borda. Shuning uchun ham shunaqa maqsadli video qilib, Xudo xolasa, bugun mana shu 3 soat, 4 soat o'zi uchun bilib oladi. bilib oladi, ko'rib oladi. Chorta-chorvada haqiqatan ham birinchi qo'l arzonligini inshaalloh isbotlab, Alloh sharmanda qilmasa, ko'rsatib qo'yamiz. Maqsadimiz ham shu. Xudo xolasa bemalol bozor o'tgandan keyin soat 1-2 dan keyin kelaverasizlar. Zagonimizda ham mollarimizni tushirib qo'yamiz, ularni ham ko'rasizlar. Kut uzilmagan holda, ya'ni 2-3 kun oralig'ida mollarimiz keladi. O'sha mollar bilan Xudo xolasa bu yilni, bu oy yakunlab, yangi yildan yana yangi mollarga Xudo xolasa harakatimizni qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting, bizdan uzoqlashmang, layk bosib, yaqinlarga ulashib qo'ying. Temir mashina transportdan ko'ra musofirda akalarimiz ham u yerga bitta bo'lsa ham mol bog'lab qo'ysa, Xudo xolasa yaxshi manfaatli bo'ladi. Baribir har tomonlama chorvada baraka bor. Shuning uchun barchaga taklif qilib qolamiz. Yaxshi yomon gaplarga rozi bo'lib qo'yasizlar, bizda xafa bo'lish yo'q. Layk bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar.